Sizni kutganingizdan ko'proq narsa beramiz. Biz almashinuvda teng almashinuv qilmaymiz, mijoz kutgandan ko'p narsani beramiz. Chunki arzon narx, qulaylik, sifat, kafolat va hozirgi zamonda smartfon tanlashdan muhimi magazin tanlash bo'lgan zamon bo'lib turibdi. Hozir oldin mana shu joyda faqatgina House Mobile bo'lardi. Hozir 110 tadan ko'p magazin bor. Bu degani hamma joyda shunaqa. Endi biz uzoq yillardan beri har bir mijozni rozi qilgan magazinmiz. Men sizga aytaman, faqatgina bizni tanlanglar, biz sizlarni ishonchingizni oqlaymiz. Biz kuniga 100 tadan ko'p smartfonni chegirma qilayotgan magazinmiz. Bunaqa magazin O'zbekiston bo'yicha hech qayerda yo'q. Assalomu alaykum. Eksklyuziv arzon narxlar. Eng qimmat smartfondan tortib, eng arzonchi modelda eng arzon narxlarda qilib beramiz. 100 minglargacha turibdi. iPhone 7 Pro Max 256 100% 1430 dollarga. Yangisi 1600 ga yaqin sotilayotganini eslatib o'taman. Oq rangi eng qimmat rang bo'lib turibdi. Apple Watch soatlari, Samsung Watch soatlarining bizda eksklyuziv variantlari bor. Qarang, soat qarang, siferblatlarni qarang. O'ta noyob, 100 tadan ortiq soat ko'rinishga aylana oladi. Eksklyuziv variantda. Bu soatimizni zo'r narxda Telegram kanaliga joylab qo'ydim. Bitta o'tib ko'ringlar, o'tib ko'rishlaringiz arziydi. Bu bizning birinchi filialimiz. Ikkinchi filialimizda o'ta noyob modellarni ham qo'yganman. Birinchi filialdagi narxlar hammasini arzon qilib aytaman, lekin ikkinchi filialdagi narxlar pastda Telegramda 256 gigabaytli, 85%li, 519 dollarga absolyutno yangi bo'lgan, qora rangli. Siz qayerdan shunaqa narxda topa olasiz? iPhone 14 Pro ni ayting. Aynan sizga 12 Pro Max ni 128 100 chegirma narxda 460 dollarga, shu jumladan 128 98%li yangida Amerikadan keltirilgan iPhone 12 Pro Max ni A+ bitta nuqtasi yo'q variantda. Biz nafaqat iPhone, balki Honor brendi mahsulotlari X9D kolleksiyada borligini aytib o'taman va biz sizga optim kelayotgan narxdan arzon qilib beraman. Yangisi narxini aytaman. Eshitgan bo'lsangiz solishtirib ko'ring. Bizdan arzon joyini topsangiz, biz sizga bu smartfondan yana ham chegirma qilib beramiz. Yonqisi ham chegirma qilib beramiz. Maqsad har bir smartfonni eng arzon narxda berishlik. 319 dollarga 256 8 operativga yangi 1 yillik kafolatli, 12 256 lisini esa 340 qilib beraman. O'zbekistonga 355 kirib kelyapti. Qo'limda esa 12 256 275 dollarga full holatda korobkadan ochib qo'yilgan, xolos dashi ishlamagan turibdi. Bu taklif eng zo'ri. Shu jumladan Redmi Note 14 Pro ham bizda optim kelayotgan narxdan arzon. Men birma-bir yangilarni narxini aytib o'tirmayman, vaqt ketmasin. Deyarli ishlamagan full holatda 8256 lik 220 dollarga Redmi Note 15 Pro modelimiz. Aynan Galaxy S23 ni Dubay regionli varianti. Qarang, Koreyadan kelayotgani ham chegirma narxda 370 sotilayotgan bo'lsa, biz buni A+ holatda, odatda Dubay 128 bo'ladi. Bu esa 256 350 dollarga haqiqiy arzon narxda. Bu smartfon limited, mana shu blue, yashil va orange ranglari dunyoda sanoqli chiqqan, shuning uchun korobkasi noodatiy bo'lib chiqqan. Bu siz uchun maxsus taklif bilan taqdim etiladi. O'rni kelganda aytib o'tishim joiz, O'zbekistonga kirib kelayotgan narxi 645-648 tan narxi, tovarchi foyda qo'ymagan paytdagi narxi. Va bunga tovarchi foyda qo'yadi va biz sizga yuboramiz. Xizmatlarimizni qo'yib turib chiqargan narximiz bilan hisoblasak 680 ga boradi. Lekin narxini qarang, O'zbekistonga 648 dan qimmat kelayotgan telefonni 640 ga qilib beraman. Bu hali hammasi emas, korobkalar bilan qilib beryapman va buni 620 dollarga qilib beraman. Bu tasavvur qilish qiyin narx. Kecha ishoninglar, S24 Ultra'ni aynan mana shunaqa ranglarini 655 dollardan 10 taga yaqin olib keltirdim Koreyadan. Bugun men sizga 620 ga qilib berayotgan narxim, bu Koreyada ham dashi skidka narxda bunaqa narxda olib keltira olmaysiz. S25 ni 512 talisi shuni biling, S25 Ultra bilan barobar bo'ladi narxi. Biz sizga 512 tali ideal variantini 565 dollarga qilib berishga tayyormiz. Bugun iPhone 11 oladigan kun. Bugun iPhone 11 ning oq rangini bir emas, katta kolleksiyada taqdim eta olamiz. Har birini batareykasi 90 dan yuqori, har birini eSIM o'tgan, har biri A+ holatda. Men kecha bitta katta tovarchi tanishim bor, Koreyadan olib keladilar. Eng sara tovarlarni o'zimiz olib qo'yamiz. O'zimizning odamimiz, o'zimizning sherigimiz. Optim berayotgan narxlarini ko'rib chiqdim. 205-210 dan beryaptilar. Bu 10 ta 20 ta olgan odamga. Biz bitta smartfonni ham 205 dan qilib bera olamiz. 205 dollardan 90 dan yuqori eSIMlar o'tgan. Eng qizig'i iPhone 11 da faqat oq rangini bas,
xohlagan rangingizda taklif eta olamiz. Sizga islomiy yashil rangni xohlasangiz qora ranglarda kolleksiyada borligi hammasi 90 dan yuqori yesim ham o'tgan qo'shimcha imkoniyatlar bilan taklif etamiz. Smartfon toladek yengil, shaxsan o'zim ishlatgan inson sifatida aytaman, iPhone'da bunchalik jozibali, bunchalik qulay Pro kuchiga ega bo'lgan Air modeli, o'ta noyob model. Narxini men sizga o'zim 1000 dan qimmat oldim. Yesimlari o'tgan variantda bu ikkita sim karta yesim o'tgan, narxi $925. iPhone 11 Pro modelimiz. Aynan sizga chegirma narxda, Pro Max modelimiz sizga chegirma narxda 256.95%, $275. $65 iPhone 7 32 100%, iPhone 12 Pro 128 100%, $320. iPhone 12 Pro 256.96 $245. iPhone 15 Pro'ni qora rangli varianti yangida $625. S22 Plus'ni sizga chegirmada $280, ya'ni S22 ning narxida. S23 Fan Edition Galaxy fanatlari uchun chiqqan. Aynan violet rangi kuni kecha o'zimga zarb bo'lib $300 ga ham topa olmagan telefonimni $290 ga beraman. S22 ni A+ $365 bo'lyapti. 265 bo'lyapti. $230 dan A- O'zbekistonda ozgina ishlagan. $200 ga S20 A+ holatda, A- holatda $185 ga S21, A- holatda S21 Plus $220 ga. Aynan Galaxy S23 ni sizga premium arzon narxga $485 ga. Aynan S10 ni ofitsialniy o'tgan eng toza variantini mukammal arzon narxda $165 ga qilishga tayyorman. S10 Plus ni $135 ga tasavvur qilyapsizmi? O'zimizga 150 dan qimmat kirib keladi. S21 ni 210 ga qilib beraman. A+ segmentda yangisini $200 ga S20 qilib beraman. A+ ni qarang, A16 kecha zarb bo'lib o'zimga 4 ga 128 talisini $122 ga bitta klient bilan yarim soat umrim ketib gaplashib, talashib tortishib oldim. Bugun sizga 100 ga yetkazib beraman turgan joyda. 6 ga 128 talik qimmatrog'ini beraman, lekin kecha olgan narximdan arzon narxga $120 ga. Biz siz uchun kelishamiz, siz uchun qayg'uramiz, siz uchun imkoniyatlar yaratamiz. Bu bizni asosiy vazifamiz va majburiyatimizdir. S23 Ultra'ning dual sim kartali 12256 $485 ga. O'zi 500 dan qimmat bo'lish kerak, lekin biz arzonlashtirib qo'ydik. $50 ga A20 modelimiz, $60 ga A14 modelimiz. Bu model Poco C75. O'ta noyoblik. YouTube o'yin-po'yin uchun farzandlaringizga olib bersangiz, sim karta o'qimaydi, $30 ga qilib beriladi. Bu smartfonni olmaslik xato. Bu smartfon siz uchun rad etib bo'lmas taklif. Ishoning, rad etib bo'lmas taklif. $139 ga Xiaomi 12 Lite $200 sotiladigan model. Endi iPhone 13 Pro Max ni sizga nechta siz taqdim eta olamiz. Bugun yesimlar o'tgan eng yoqimli rangda, moviy osmon rangda, aynan bu rangni olgan odam ko'zi o'rgangan rangni olyapti. Qora ishlatasizmi? Oq ishlatasizmi? Goldmi? Hammalaringizga mos kela oladi. Mana aytdi deysizlar, agarda iPhone 7 Pro Max mana shu rangi bo'lganda, o'ylanmasdan shu rangni olgan bo'lardim. Smartfon narxlari $495 dan, haqiqiy optim kelayotgan narxlardan da arzon qilib beryapman. Galaxy S23 Ultra'ni $490 ga krem rangda. Shu kabi S15 smartfonlari katta kolleksiyada A+ segmentda taklif etiladi. Hurmatli obunachilar, bu smartfonlarni biz sizga $170 dan qilib beramiz. Eng qulay narxlarda qilib beramiz, eng arzon narxlarda qilib beramiz. iPhone 14 Plus modelimizni sizga $430 ga iPhone 14 narxida qilib beramiz. Biz qulaylik ulashishni, biz mijozlarni rozi qilishlikni, biz mijozlarga manfaatli yordamlarni ko'rsatishlikni niyat qilganmiz. Har bir mijoz biz uchun Alloh tomonidan berilayotgan imkoniyat deb qaraymiz va biz sizni bu imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaymiz. Chiroyli xizmatingizni qilib, rozi qilib qolamiz. Do'konga kirgan har bir odam oladimi, sotadimi, ishi bitib ketishiga kafolat beraman.